Chepaga qarab yo'l olamiz. Qani ketdik. Ekstremal muxlislar bo'lsa. Bu yerda lekin Hadi bereka va qo'yib ustalaman deyim. Toshga chiqishga narsa zo'r yo'q. Ha, ketdik. Ha? Vay. To'xtaymiz-da. Manzaraga bitta baho berib, manzarani tomosha qilamiz. Va davom etamiz. Qayerdan ketamiz? Toshlarım lekin maxsus. Oyoq toymaydi ekan. Oyoq kiyimi. yoki oyoq kiyimiz bor. Menimcha, qimirlaydigan tosh mana shu bo'lsa kerak. Tepaga chiqamiz bitta. Hop. Opa. Opa. Yok. Oh, okay. Bu yerga chiqib nimani tushundim? Nimaga xo'ja qildim? Eng buyuk musafir bu shubhasiz yaratgan Alloh. Shu tog' yaratganiga va bizga mana shunday ravshan ko'zlar berib, mana shuni ko'rishga qodir qilganiga alhamdulillah. Do'stlar, sayohat qiling. Shu joyga kelsasi Faxriddin Murtazoyev Telegram kanalida bo'ladi.